Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz Toshkent, Kazan, Nabrizhniy Chili, Nijnekamskiy, Ufa, Perm yo'nalishlari bo'yicha qonuniy reyslar haftasiga 2 kun seshanba, juma kunlari Toshkent avtovokzalidan Primoy amalga oshirilmoqda. Soat 18:00 da reyslarimiz jo'nab ketadi. Undan tashqari Toshkent, Moskva, Chibaksa, Nijniy Novgorod yo'nalishlari bo'yicha esa bizda dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari reyslarimiz amalga oshiriladi. Moskva shahrining Kotelnik metrosigacha avtobuslarimiz jo'nab ketadi. Agar sizga ham ishonchli narxlarda ishonchli biletlarimiz kerak bo'lsa yoki joylaringizni onlayn xarid qilmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi ishonchli raqamlarga qo'ng'iroq qilib, savollaringizga batafsilroq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Bizning avtobusimizda siz uchun yaratilgan barcha shart-sharoitlar, qulayliklar mavjud bo'lib, 2 ta monitor, 2 ta kuler, zaryadchik moslamalari, qishki yozda ishlaydigan konditsionerlar, Wi-Fi, undan tashqari siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olsangiz bo'ladi. YouTube, Telegram, Facebook, Instagram kanallarimiz ham ishlab turibdi. Ularga yozsangiz ham joylaringizni onlayn birov qildirsangiz bo'ladi. 51 o'rindiqdan iborat avtobuslarda hech qanday ortiqcha odamlarsiz, siz o'z manzilingizga yetib olasiz. Keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Shoshiling, biletlarimiz soni cheklangan.